Nega kechasi vahima kuchayadi? Chunki kechasi hamma narsa jim bo'ladi. Kunduzi miya, telefon, ish, odamlar bilan chalg'iydi. Kechasi esa siz va sizni fikrlaringiz qoladi va aynan o'sha paytda asab tizimi, ya'ni kun davomida zo'riqqan asab kechasi biroz bo'shashadi. Kun davomida siz his qilgan ichki xavotir, bostirilgan tuyg'ular, stresslar, qo'rquvlar kuchliroq sezila boshlaydi. Shuning uchun ko'pchilikda aynan kechasi uyqusizlik, yomon o'ylar, qo'rquv, vahima, trevoga judayam kuchayib ketadi. Lekin bu siz jinni bo'lib qolyapsiz degani emas. Aslida bu asab tizimini charchaganini signali bo'lishi mumkin. Agar sizda ham xuddi shunaqa kechasi noxush holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, efir so'zini yozib qoldiring va men sizga bepul efirim linkini yuboraman. Nega kechasi vahima kuchayadi? Chunki kechasi hamma narsa jim bo'ladi. Kunduzi miya, telefon, ish, odamlar bilan chalg'iydi. Kechasi esa siz va sizni fikrlaringiz qoladi va aynan o'sha paytda asab tizimi, ya'ni kun davomida zo'riqqan asab kechasi biroz bo'shashadi. Kun davomida siz his qilgan ichki xavotir, bostirilgan tuyg'ular, stresslar, qo'rquvlar kuchliroq sezila boshlaydi. Shuning uchun ko'pchilikda aynan kechasi uyqusizlik, yomon o'ylar, qo'rquv, vahima, trevoga judayam kuchayib ketadi. Lekin bu siz jinni bo'lib qolyapsiz degani emas. Aslida bu asab tizimini charchaganini signali bo'lishi mumkin. Agar sizda ham xuddi shunaqa kechasi noxush holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, efir so'zini yozib qoldiring va men sizga bepul efirim linkini yuboraman.